Qara Uyg'urlar 4-bölüm. Van Katip bilan Qara Devining o'limidan keyin Uyg'ur diasporasida qattiq silkinishlar bo'ldi. Ba'zilar endi bizda haqiqiy o'zgarish bo'ladigan bo'ldi deb shodlangan bo'lsa, yana ba'zilar navbat qachon menga kelib qolar deb qattiq vahimaga tushibdi. Chiqilib Uyg'urlar orasida qattiq yer davrigandek bo'ldi. Qabila beshi mushavirlarni yig'ibdi. Bunca qadamlar g'alabalik bo'lyotidi. Keyingi qadamlarni salmoq besish uchun bir fikr almashtirishimiz kerak, debdi u. Bizning planimiz agar to'liq bilan o'rinlansa, ishonamanki, o'lik Uyg'urlarga qayta jon berib, insoniy izzati bilan yashash yoki insoniy sharifi bilan o'lishdek vijdon yo'liga boshlay olamiz. Qolgan ishlarga Alloh kerim, debdi bosh mushavir. Ben bir narsani bilib olmoqchi, debdi qabila beshi. Van Katip o'lishdan ilgari Londonda bir Uyg'ur soti tashkillashga tirishgan edi. Ba'zi Uyg'urlar Van Katip qattiq ish qilgan edi. Uni o'ltirish to'g'ri bo'lmadi degandek fikrlar deyishgan. Buningga nima deysizlar? Bu anamga bosqinchilik qilgan hayvon bir chog'larda savob bo'ladi deb maktab soldiribdi ekan. Uni o'ltirmasam bo'pti ekan degandek tuki yo'q bir gap. Van Katip va uning mal'unlari Xitoyning strategiyasiga moslashib, Uyg'urni 80 parchaga bo'lib, illa ittifoqlasholmas holatga keltirib qo'ydi. Qaradiva va uning so'kso'klari bo'lsa, butun Turkiyadagi Uyg'urlarni qora kiyimlik g'ayriy maxluqlarga aylantirib va yoki Suriya qatorliq davlatlarda o'limga tutib berib, Xitoyning bizni terroristlar nomi bilan xohlagancha qirishiga sharoit yaratib berdi. Londondagi sud jarayonida Van Katipning kirib ketgan qorong'u to'shkidan o'milab chiqib, ha deb o'zini va qurultayni qaytadan birdan-bir deb tashviq qilishidan bu haromzodaning asli maqsadining o'zining o'lgan obrazini yaxshilash ekanligi chiqib turibdi. Uni ko'rgan yerda tukurishga ko'ngan xalq yana qandaqdir bir fantaziyaga cho'mgandek qilishdi. Hatto shuning bilan vatan ozod bo'lib ketadigandak bema'ni xiyollarga cho'mganlarmi oz emas. Deb boshmush. To'g'ri. Bu ishqa va bu munofiqlarga to'g'ri baho berish nihoyatda oz kishining qo'lidan keladi. Londondagi sudning roli shu bo'ldiki, burundan guvohlik berib kelayotgan barliq shohidlarning bir yerga jam bo'lib, markazlik holda Xitoyning irqiy qirg'inchiligi haqida ovoz chiqara olishi tunji qatim bo'lg'achqa, xuddi yuqori ovozli bir naqshchining ovozi hamma kishining diqqatini tortgandek, dunyoning diqqatini bir yerga tortdi. Dunyo xuddi chechilib ketgan materiallarni bir arxivda ko'radigandak bo'ldi. Qandaqli bo'lmasin, bu ishning ta'siri bo'ldi. Gerçi ular tasvirlagandek bütün dünyadaki davlıq matbuotlarning hammasi naq maydondan tarqatgan bo'lmasa-mu, ta'siri xeyli yaxshi bo'ldi. Ammo bu ish bilan vatan ozod bo'lib ketamdi. Xalq ularni kechira olamdi. Bu yo'qolgan bir gap, dedi yana bir oqsoqol mushavir. Men shunda qo'ydim, dedi qabila beshi ulaqlar. Bu ishdan keyin ularning tirildirish o'qili urilgandek tushk-tushklardan yamrab chiqib, Van Katipni Uyg'urning prezidenti deb biljirlashlari qusqunni keltirgan edi. Shundoq, bu mal'unlar xalq nazaridagi xunuk obrazni yuyish, o'tkazgan kechirgusiz jinoyatlarni yepishga uringan edi. Sudning o'ziga kelsak, Xitoyning bu ishning natijasiga parvo qilmaydiganligi aniq. Filippinning Janubiy Orol haqida xalqaro sudga qilgan arzining musbat natijasiga parvo qilmagan Xitoyni dunyo hech nima qila olmagan edi. Londondagi sudning natijasi
irqiy qirg'inchilik bo'lib chiqqan taqdirdami Xitoy o'stirib qo'yamdi? Albatta, bu ishni qilish ahamiyatsiz deganligim emas. Bu ishning ortiga chiqishi yaxshi bo'ldi. Ammo buninglik bilan gunohimni juyman, hatto yana xalqni aldab o'zimga qartaman deyish gunoh ustiga gunoh qo'shganlikdir xolos. Ishtning qanini sug'urib elib, yana qon qo'ymag'icha yanala ishtdir. Biz o'ltirmasakmi, vatan ozod bo'lganda xalq ularga o'lim hukm qilar edi. Shunga bu ishda hargiz xato qilmadik, dedi yana bir mushavir. Sotning natijasini oldin ko'rgandek qilyapmiz Alloh saqlasin-da. Agar natija yetarli isbot yo'q bo'lib chiqsa, bu ishmi beshimizga balo bo'ladi, deb o'dirdi yana birisi. Og'zingga tosh, dedi qabilada. Xudo saqlasin. Biz yanada bu ishdan yaxshi natija chiqadi deb tilaylik. Bizning yana bir ig'ir zarbiga uchragudek holimiz yo'q. Hammaydan g'amga patgandek jimib ketdi. Ben bu ish to'g'riliq kutgan javobimni oldim, deb tinchlikni buzdi qabilada. Allah bizni Uyg'ur qilib yaratganida bizdan oq Uyg'urlardek yaramas bo'lib qolmasligimizni kutgan. Biz o'z jasurligimizni saqlab qolgan holda yo'limizni davom qilishimiz shart. Albatta, dedi bosh mushavir ovozni qirib. Planimiz ijro bo'lganda Uyg'urlarda odamshumul o'zgarish bo'lganligiga ishonchim komil. Ichki munofiqning jazolanishi qisqa muddat ichida bizda cho'ng o'zgarishlarni olib keldi. Uyg'urlar azaldan o'limdan qo'rqmas jasur bir millat edi. Shunlashqami o'zidan ming naslab ko'p bo'lgan Xitoylarni tarixdan bosh egdirib kelgan. Amdilikda bo'lsa, ben Uyg'urning holatini uzun yillar qafasga solinib, to'qi yurak bo'lib ketgan bir yo'lbosning oldiga bir tirik to'qini tashlab bersa, to'qining sakrishidan qo'rqib, tapiziga qechib kirib mo'kib olgan bichora yo'lbosga o'xshayman. Xitoyning kutganimi dal yo'lbosning mushu holi edi. Yo'lbosni qayta yo'lbos qilish uchun qon to'kish kerak va uning burniga qonning hidini to'xtamay puritish. Shundaqla uningga o'zining yovliqini eslatish lozim. Bo'lmasa, uning qafasda sesib o'lib ketishi turgan gap. To'g'ri, dedi oqsoqol mushavir. Uyg'ur Uyg'urga o'zgarib ketganda ne vaq? Ammo qonda yanala shu gen bor. Yaxi to'lib tugab ketgani yo'q. Van Katibdek bu genni yo'qotish yo'lida harmay tirishgan kuchuklarning tozalanishi tunji qadam. Shundaqla basmasak bo'lmaydigan qadamdir. Bo'lmasa, padaga o'xshaydigan avam xalq yanala qondagi xuyiga biqib, millatni o'limga boshlayotganlarning keyindan uyqu bosgan holatda ketaverdi va oqibat halok bo'ladi. Shunga biz asli tuzgan planimizni to'liq ijro qilishimiz shart. Barhaq. Mening sizlardan kutganim mushu javoblar edi, dedi qabiladoshi uloqlab. Amsi shundoq bo'lsin. Biz asli planimiz bo'yicha yo'limizni davom qilaylik. Agar orada alohida ahvollar ko'rilsa, yana birga muzokara qilarmiz. Hamda chiqib aram olsanglar bo'ladi. Davomi bor.